Qadrdonlar, akalar, aziz obunachilarim, mana bozdan yasalgan, ichi tashqarisi boz, ichi lagadan bo'lgan xorimiz. Bu xorimiz hamma materiallar, kantlarning materiallari mana chekida plankalar hamma yo'g'i bo'lgan. Bu xorimizning uzunligi 12 metr. Bu xorimizni 1 metr narxi keladigan bo'lsak, 1 metr uchun 220 ming ekanlar. Bu hali hammasi emas. Mana bu yerda ham turli xil xorlarimiz bor. Bu bozdan yasalgan xorimiz 10/5 qarilikdagi bo'lgan. Kantning eshigidan chiquvchi material bo'lib, akalar, bu laga materialimiz 5/12 bo'lgan. Kantning tagidan chiquvchi material bo'lib, juda baquvvat bo'lgan, hamma yo'g'i joyida. Qadrdonlar, akalar, mana bu 5/4 dan bo'lgan xori. Bu yog'i 5, bu yog'i 4. Bu xorimiz uzunligi 5 metr, bo'yi 2,5 metr akalar. Bu xorimizni narxiga keladigan bo'lsak, 1 metr uchun 130 ming, 150 minggacha ekan. Bu xorimizni juda yaxshi tomoni, o'ta arzon, ham sifatli, ham baquvvat, har xil turli joylarga moslanib yasab beriladi akalar. Mana bu yerda ham 6/4 dan bo'lgan xorimiz bor. Mana bu yog'i 6 sm, bu yog'i 4 sm. Bu profilimizning qalinligi esa mana shu qalinlikda bo'lgan. 2 mm boshqa shunday xorlarimiz bor akalar. Mana bu yerda ham xuddi shunday 6/4 dan bo'lgan xorimiz. Buni ham qalinligi 2 mm akalar. Bu qalinlikdagi, bu 2 mm qalinlikdagi profilimiz kantning listidan bukib olinadi. Shunday holatga keltirilib, shunday mana shu yerlarda yasaladi akalar. Bu xorimizning narxi ham 5/4 bilan bir xil, 130 mingdan 150 minggacha. Akalar, bu xorlarni olish uchun, buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Men bloger emasman akalar, shuning uchun endi boshlayapman blogerlikni. Shuning uchun Instagramda ham, YouTube'da ham Metal Tom markazida yozsalaring, Matama kelib chiqadi akalar. Profilimizda Matama rasmi bor. Kanalimiz nomi Metal Tom markazi akalar. Bu xorlarni buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Bizning nomimizdan chiqqan alohida skidka qilib berishar ekan, o'zlari aytishdi akalar. Biz yangi bo'lsak ham xuddi shunday qilib berishar ekan obunachilarimizga. Bu yerda mana 6/4 xorimiz. Bu xorimiz mana bunday bukilgan, mana bu yerda mana chaki bor. Har 20-25 sm butun chak urilgan. Bu xorimizda sverkalari mana shunday bo'ladi. Bu xorimizga ikkala tomoni ham to'rtburchak. Mana ichi ham, tashi ham shunday yopishgan holatda turadi akalar. Pasti ham shunday, tepasi ham shunday, hamma yog'i bir xil to'rtburchak xorimiz. Bu xorimiz listdan xori bu akalar. Firma deyiladi. Mana bu yerda hali navbat uchun xorlarimiz ham bor. Hozir ularga navbat berib o'tamiz. Xuddi shu 6/4 mana bu yerda xuddi shunday varianti bor akalar. Bular haqida ma'lumot berib o'tdik. Mana hozir mana bu yerda yana bittasi bor. Konteynerning 6/6 profildan bo'lgan xori. Ichiga 50 sm 1 metrli materiallar ishlatilgan. Mana bunday qalinlikda 3/4, 4/7 akalar. Ba'zida 5 mm ham chiqib qoladi bu qalinligi. Shuning uchun bu xorlarimiz juda yaxshi, sifatli, baquvvat. Bu xorimizni uzunligi 5,5 metr. 5,5 metr. Bu xorimiz 1 metr narxi uchun 180 ming, 190 ming, 200 minggacha, 220 minggacha turlari bor akalar. Xuddi mana shu holatda yasab beriladi. Bu sifatli, juda ham arzon. Ekrandagi nomerlarga murojaat qilib, bemalol buyurtma berishingiz mumkin akalar. Boya aytganimdek, men bloger emasman, shuning uchun gaplarimni adashib ketib qolyapman. Hammaga rahmat, obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yasizlar.